Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan kanal Abbos va Kamin Abbos. Bugungi videomiz va nihoyat rulda skorosti ham bor, rulam bor, hammasi tayyor, hammasi chotki. Bugun hech kim bizga xalaqit qilish kerak emas. Ya'ni bugun BMX Drive o'ynaymiz. Ko'rib turganingizdek Nexa'damiz va challenge, bu ofitsialniy challenge, o'zim to'qib olgan challenge emas, o'zim qiyintirish uchun qilingan challenge emas. Bu ofitsialniy challenge, Amerika Road 82 km tur. Skorostidan pakazat podrobnostiga bosamiz. Mana ko'rgan bo'lsanglar, mana 49 minut 39 minut ketish kerak deyapti. San challenge anaqasi 39 minutda biz 82 kilometrga borishimiz kerak. Bilishlar uchun ash turgan joyni Toshkentdan Chorvoqgacha bir 70 nechur kilometr. Unda 1 soatda boriladi. Tem bo'lma hozir Nexa'daman, trafik ham bor, rulda mexanika korobka hammasi full qilingan. Короче, juda qiyin bo'ladi bugun. Endi bilmadim, o'xshaydimi, o'xshamaydi. 3 tagina shansim bor. 3 tagina shans nimaga? Buzilib qolsa, yurmay qolsa 3 tagina shansim bor agar qaytib kelishdan. U ham shansam qanaqa? Startdan boshlayman do'stlar. R'ni bossam faqatgina shu yerdan boshlanadi. Yarmigacha borgan bo'lsam ham, mana shu finish tegida to'kilib qolgan bo'lsa ham, R'ni bossam mana shu qaytib keladi falli bu. Men qilgan anaqa emas, bu o'yin nimani challenge, mana haqiqiy challenge, American Tour challenge, impossible time trial, короче. Bilmadim, very long lap. Start challenge bosamiz, hozir boshlanadi. Mana sovet. Va keyin checkpoint olib ketamiz. Checkpoint barib qolganimiz bilan bu ishni o'zgartirmaydi. Mana shu yerdan boshlanadi hozir. Mana hozir ko'rsatib start bosamiz. Ketdi qaranglar. Birga so'raman. Mana kontrol vaqtim ketdi. Kontrolni tochka ham 91 ta kontrol tochka, ya'ni 91 ta checkpoint. Hozir men qaranglar mana. Uzoq urilib qoldim deylik va ishni tap bitib urildik, to'kilib qoldim oshda deylik. Men R'ni bosaman. Ya'ni respawn. Deb qilsam, koordinat startdan boshlanadi. Bu hech qanaqasiga o'shaning uchun maksimal darajada urilmasdan, maksimal darajada buziltirmasdan mashinani men finishgacha boramiz. Endi vaqtiga mayli 39 minut yurmasam kerak, 100%, no. Aytib shu 45-50 atroflarda men bosh harakat qilaman. Qani go bo'lmasam. Ketdi. Anaqalarim chiqishni boshladi sekin-sekin. Nima deydi? To'xta, brat, qatga yo'l yo'q. Nega tushib ketib qolganimni? Nexa moshlasi. Men Nexa'ni oldim, yana bitta gapirib ketdim. Hozir gapirib bugun ko'p gapira olmayman, lekin do'st, uzr so'rayman. Full fokus o'ynashim kerak, bo'lmasam urilib dabdalam chiqib ketadi. Sekin. Hozircha moshina tirik. Hozircha moshina tirik. Pavrotlarda sekin-sekin. Biz bilan moshina haydaysan har kuni. Sekin mashina yo'q, apasli joy chunki yo'lda kelgan moshina ko'rinmaydi. Shunaqa payt algon taxt o'zi proveradi ham shunaqa, o'zi algon mumkin emas. Shunaqa payt eng qiziq botlar ham asakda deb turadi endi buni. Qaraqayda kamera, mana kamera do'stlar, Nexa'ning ichidamiz. Mayli, ortiq shovqin kerak emas, mashina ichida haydaymiz, yanada qiyinlashadi, yanada pakrujeniya. Yaxshi. Hammasi biz taraf. Hamma meni palazamda. Bu yo'lga o'tgan mashina kam navbatga. Shu solamiz. Bosa. Motor. Yana power. Nexa'ni ko'rib o'tirdim. Tashlab yuradigan moshina emas. Bu bilan
bilib kelib qolishini qara. Bir kam kelyapti lekin vstechka, lekin bir kez yomon kelib man qarab ham yo apastima ko'rinmayapti menga hozir kelib qolsa dabdalab chiqadi. Yo'q kelmayotgan ekan. Endi keldi. Yo'qotib olamiz. Sekin. Ohoho! Voy, sal qoldi. Bunda gap yo'q. Bu bo'shda berdi mana shu. Chaqaloq ishlashmi? Qo'yib qo'yaman, sizga qo'shib qo'yaman. Коробкаcha sumkam bor, beraman. Chapga tortadi, o'ngga tortadi, o'ng balon kelsa o'ngga tortadi. Chap balon kelsa chapga tortadi, ip burilmaydi taqshi. O'shanisi bo'yicha balon eng bizga hozir ko'p narsa, endi hayotda ko'p narsa muhim bo'lardi, nima qilyapsan deb. Benzin ham qo'shilish kerak. Bor chiqini bir nimalar olib keldi. Bor o'g'il bola ishi tegda turadi. Bitta yaxshini ko'rmaydi. Ha. Hamma moshina man tarafdan qolasam, endi hamma moshina